Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa kachilalar davomiy tarzda bo'lyapti. O'tgan safar qo'ygan videomiz kachilar haqida prosmotri yaxshi bo'ldi. Shu internetdan yana bir zakazimiz tushib qoldi. Xudo xolasa premium kachilar 2 bo'ldi bunisi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, operator telefonni berasiz. Juda chiroyli holatda chiqdi bunisi ham. Tepasiga yodoviy leksanlardan qatirib berdik. Buni o'zgarishlari, xudo xolasa gullarga tillalar qo'shdik. Taxtalarni qatirib shlipovka qilib berganmiz, o'ta silliq holatda. Tepasiga yostiqcha ham zakaz qilgan edik, yostiqcha qilib qatirib berdik. Boshni qo'yganda bemalol damda olaveradi xullas. Buni tokchasi sal kichikroq bo'ldi, lekin ichi o'zgartirish kiritib qo'ydik, xudo xolasa. Bu ham kachilarning holatiga juda chiroyli chiqdi. Xudo xolasa o'ta go'zal. Endi kachilarimiz hali bir xil bo'lmasligi sababi mayllarini gulli qilyapmiz, har xil tarzda qilamiz har safar. Xudo xolasa shundan baho bersalar ham bo'ladi, chunki hali kimdir yozishi mumkin negativlar. O'tgan safar kachilar qo'ygan kachilardan bir xil ekan, ashmasmi deyishi mumkin. Shunga o'zgartirib qo'ydik ash joyini. Juda chiroyli holatda bo'ldi. Tepasini artib qo'yamiz leksanda, chang o'pib oldi. Shlipovka qilish jarayonida. Kimga shunaqa kachilalar kerak bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldirsalar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Obuna bo'lib, layklar bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.